Assalomu alaykum hamyurtlar. Bugun mana g'ildiroqqa zakaz tushgan. Motoblokni 13 talik, 15 talik, 17 talik motobloklarga kelgan 5 talik, 7 talik motoblokka ham qo'yyapti 2 gradga haydash uchun temir g'ildirak. Shuni yasalish jarayonini qo'yamiz. Nimadan bo'lgan, nimadan qilgan degan savol ko'p. Hammadan telefon qilib so'rayveradi. Bu hop uzun umumiy balandligi mana 52 santimetrlik. Xo'sh, qalinligi 7 lik bo'lgan truba. Shunda buni 520 truba deyiladi. 520 truba, qalinligi 7 mm. Xo'p, bundan 12 santimetrdan qilib kesamiz. 12 santimetrdan qilib kesib olamiz buni. 12 santimetrdan qilib kesib olib, xo'p, buni ichiga mana kontenerning polidan lazerda kestirib kelganmiz. Mana buni stenti 4 lik. Yo'q, orqasida narsa bor. 4 lik bu mana. 4.2 deydi, 4 lik. Lis, xo'p, buni ichiga qoplaymiz. Bu ustidagi qulog'i. Xo'p, 18 ga 5 qilib kesiladi. O'rtasidan bukilib qo'yiladi traktorni ichiga o'xshatib turib. Bu yoqdan. Mana. Bu mashina holatida ichiga qo'yiladi. Shunda holatda ichiga qo'yiladi. Yasalish jarayonini videoga olib qo'yib boramiz. Kuzatib boring. G'ildiroqlarni ham mana trubasini kesib oldik. Trubasi mana qalinligi yaqqol kesilgandek ko'rinadi mana. Kesib tayyorlab oldik 12 santimetrdan. Endi lazerda kestirib kelgan narsalarimizdan tayyorlab oldik mana. Xo'p. Tishlarini mana kesib bukib tayyorlab oldik. Bu lazerda kesilganda bukib tayyorlab oldik mana. Xo'sh. Naryoqdan lazerda kesilgan narsalar turibdi. Bitgan jarayonni ham qo'yib boramiz. Kuzatib boring. Mana yurtdoshlar, buni ichini ham qo'yib oldik. Endi buni ustiga tishlarini qo'yamiz. Har bittasiga bu tishdan 12 tadan ketadi. Bu tishning razmeri 5 cm balandlikda, 18 cm uzunlikda. Kuzatib boring. Mana yurtdoshlar, g'ildiroqlarimiz bitdi, kraska qilinmagan holati. Mana lis har bittasiga 15 tadan tish qo'yildi. Tish tolasi 12 cm dan bo'ldi. Xo'p. Pauza qilib tur. Mana hozir tarozga qo'yib ko'ramiz. Yigirma kiloga 400 grammdan chiqyapti har bittasi. Xo'p. Buni kichkinasi ham bor. 7 talik motoblokka bitta gat ichidan qiladigan, yuradigan varianti ham bor. Buni ham yasalishlarini qo'yamiz. Shunaqa xizmatlar bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. Hop, like, kommentda ayamaysizlar degan umiddamiz. Hammaga rahmat.